hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgunda hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Sharq Turkiston Surgunda hukumati Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisiga 73 yil yeter. Bo'ldi bas. Xitoy ishg'oliyatini oxirlashtirish kerak dedi. Xitoy dunyoning bexatarligiga g'oyat zo'r tahdid elib kelyapsimi, biz yanada uxlayapmiz sarlavlik bir maqola e'lon qilindi. Xitoy tashqi ishlar ministri Ukraina urushi munosabati bilan o'tni ulg'aytib kerak deb bildirildi. Xitoyning atalmish yeshil energiya subsidiyasi Amerika bilan bo'lgan to'qinishning simvoli bo'lishi mumkin ekan. Diqqatlar tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying 19 fevral kuni Twitter hisobida texmo bexatar bir dunyo uchun barliq davlatlarning egilik huquqi va zamin butunligiga hurmat qilish kerak. Kuch siyosati va zo'mgarlik dunyo muqimsizligining resipi bo'lib, dunyo tinchligiga eng chong ziyon elib keladi. Egilik huquq prinsipi hozirgi zamon xalqaro tartibning ul tashi degan. Sharq Turkiston Surgunda hukumati buningga raddiya berib, Xitoy 1949 yili 12 oktyabr kuni Sharq Turkistonni qurolli kuch bilan ishg'ol qilgandan tortib, Sharq Turkistonning egilik huquqi va zamin butunligiga daxli ta'riz yetkazib, mustamlika, ishg'ol va irqiy qirg'inchilik harakatini qanot yaydirdi. Bo'ldi bas. 73 yil yeter. Xitoy Sharq Turkistonga bo'lgan ishg'oliyatini oxirlashtirish kerak dedi. Siyosat uyi xabar to'rining 17 fevral kuni e'lon qilgan Xitoy bexatarligimizga tahdid elib kelyotidi. Biz uxlayapmiz sarlavlik maqolada Xitoy Kompartiyasining g'arbdagi demokratik davlatlarga qarta singib kirish, qo'rqitish, ta'sir ko'rsatish qilmishlarining ortishiga ergashib, har ikki majlisdagi saylangan komitetlar ortgan xatardan ogohlantirdi. Bu xatarlarga kuzatish va josuslik qilishda qo'llaniladigan Xitoy texnikasining ishlatilishi, ministrlarning mashinalaridagi kuzatish asboblari, davlat binolariga o'rinlashtirilgan Xitoy kuzatish kameralari, Xitoy ishlab chiqargan uchqisiz aeroplanlarning ingliz askarlari tarafidan ishlatilishi, ingliz universitetlari va Xitoy qurilishlari o'rtasidagi hamkorlik, Westminster sarayiga singib kirish, TikTokning xatiri qatorliqlar sababchi bo'lib, bu xatarga qarshi bexatarlik va mudofaani orttirish kerak. Bosh minister Angliyaning bexatarligi uchun nima ish qilish zarur bo'lsa, shuni qiladiganligini, Xitoy balonlari havo sohamizga kirsa, bexatarlikni qo'g'dash qismining eng yuksak nuqtani urish uchun hushyorlikni o'stiradiganligini bildirib, yangidan o'rinlashtirish elib bordi. Amallikni qo'g'dash ministerining tekshirish buyrug'ini tushirishimi har kimni mamnun qiladi. Times gazetining xabariga qaraganda 42 universitet josuslik, hakkerlik, harbiy tadqiqot va yadro taraqqiyoti bilan shug'ullanadigan Xitoy qurilishlari bilan hamkorlashib jinoyat sodir qildi. Eng andishiga so'ladigani 5 ko'z ittifoqdoshimiz Xitoy hokimiyatining telegraf, kuzatish kamerasi, yadro elektr stansiyasi qurilishiga qatnashishini cheklasa, Angliya pul uchun Xitoyga texmo tayinib qoldi. Xitoy Kompartiyasining kun sayin kuchayayotgan yer shari tahdidi komitetimiz tadqiq qilgan temalarning biri. Biz duch kelayotgan tahdidlarga qaraganimizda, Putinning Ukrainaga tajovuz qilishidan ziyoda, Xitoyning Tayvanga qarata jiddiyligining kuchayishi va Xitoy Kompartiyasining uzun muddat tahdid qilishi bo'lib, biz boshqa erkin demokratik davlatlar bilan birlikda bexatarlik va mudofaa chiqimini jiddiy oldingi o'ringa qo'yishimiz kerak. Gerçi iqtisodiy xirisga duch kelgan bo'lsaqmi, Jeremy Huntning qurolli qismiga mablag' selishning zarurligini haqiqiy his qilishimiz va har qanday hukumatning birinchi majburiyati kishilarning bexatarligini qo'g'dash ekanligini tunib yetishimiz kerak deganligi aqlga uyg'un deyildi. Sharq Turkiston Surgunda hukumati Twitter hisobidan buningga inkos qaytarib, dunyodagi nurg'ulg'an davlatlar Xitoyning o'zlarining bexatarligi va egilik huquqiga elib keladigan tahdidiga sal qarayotidi. Bo'libmi, Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishining ta'siriga uchragan davlatlar texmi shundoq dedi. Tajovuzchi Xitoyning tashqi ishlar ministri Ukraina urushi munosabati bilan o'tni ulg'aytib kerak deb bildirildi. Muhofizatchi xabar to'rining 21 fevral kunidagi xabarida aytilishicha, Xitoy tashqi ishlar ministri Amerikani Ukraina urushini ayblashdan Xitoyni ayblashga qaratdi dedi. Xitoy tashqi ishlar ministri Chungang seshanba kuni aytganda, Beijingning planining asosi bo'lgan g'oya va prinsiplar tasvirlangan tajovuzchi Xitoy hukumatining yer shari bexatarlik tashabbusi to'g'risida e'lon qilgan maqolaning mazmunini o'tirg'a qo'yganda, Xitoy Ukraina urushining keskinlashishiga va kontroldan chiqib ketishiga qattiq ko'ngil bo'ladi.
ba'zi davlatlarning o'tni ulg'aytib o'tmasligi, Ukraina va Tayvan masalasini mubolag'alashtirib o'tmasligi kerak deb bildirildi. Ching'aoning bu bildirilishi o'tgan shanba kuni Amerika tashqi ishlar ministri Antoni Blinken Beyjingning Rossiyani ajallik yordam bilan ta'minlashni o'ylashayotganligi to'g'risida axborotdan xabari borligini ogohlantirganda Xitoyning ayblashidan keyin yuz berdi. Xitoy kundalik gazeti seshanba kuni Amerikani Xitoyning ichki ishlariga aralashib olish, zamin butunligi, egilik huquqiga daxli taruz yetkazish bilan ayblagan maqolalarni e'lon qildi. Rossiya 1 yil ilgari Ukrainaga tajovuz qilganda Xitoy Moskva bilan cheksiz hamkorlik o'rnatadiganligini bildirib, Rossiyaning tajovuzchilik harakatini qo'lladi va betaraflik qiyofatiga kirib olib, Amerika va Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotini to'qinishni kuchaytirdi deb aybladi. Atalmış yeşil energiya subsidiyasi Amerika bilan bo'lgan to'qinishning simvoli bo'lishi mumkin ekan. Fox xabarlarining 21 fevral kunidagi xabarda aytilishicha, siyosatchilarning analiziga qaraganda Xitoy klimat o'zgarishidan andish qilayotgan qiyofatga kirib olib, kelgusidagi to'qinishlarda energiya mustaqilligini kuchaytirish maqsadida yerlik ko'mir ishlatadi ekan. Texas ommaviy siyosat fondining tashabbuschi amaldori Jack Dever Fox xabarlariga Bayden hukumati va Washingtondagi ko'p tadbir belgilovchilar Xitoyni davomli sherik deb qaraydi. Ular klimat o'zgarishida Xitoy bilan hamkorlashishimiz kerak deb o'ylaydi. Xitoyning boshqa energiya manbasi bo'lmag'achqa, Xitoyning ko'mirga tayinishi boshqa davlat manbalariga tayinishdan saqlab qola oladi. Xitoyning ko'mir yiqilg'u kasblariga solgan mablag'i davlatlararo to'qinish yuz berib qolsa, energiya mustaqilligini saqlab qolish uchun asos yaratadi degan. Xitoy davlatlik statistika idorasining sonliq ma'lumotiga qaraganda, noyabrda Xi Jinping Bayden bilan klimat nishoni haqida muzokaralashganiga qaramay, ko'mir ishlab chiqarish rekordini yaratgan. Amerika Energiya uchur boshqarish idorasining sonliq ma'lumotlariga qaraganda, Xitoyning energiyasining taxminan 55% ko'mirdan keladigan. Karbon dioksidining nima uchun ko'p qo'yib berilib, yer sharining illishini keltirib chiqarganligi Xitoyning ko'mirni ko'p ishlatganligi sababidan ekan. Wilson markazining xabariga qaraganda, Xi Jinping 2021 yili chet elda texim ko'p ko'mir yiqilg'uliq elektr stansiyasi qurmaslikka va'da bergan. Ammo dunyodagi yangi ko'mirlarni asos qilgan yangi elektr stansiyalarining yarmidan ko'pragini Xitoyning ichida qurishga boshlagan. Devor klimat o'zgarishi Amerika Xitoy tashqi siyosatining muhim nuqtasi bo'lmasligi. Amerikaning birinchi muhim ishi Xitoy Xalq Jumhuriyatining qo'shnilariga tajovuz qilishini to'sish qobiliyatini saqlab qolish bo'lishi kerak degan. Ishonch, umid har qanday ishda g'alaba qilishning ochqichi. Davosimizda texim shundoq. Chingizxon qulluqdan qochib qutulib, qabilasini va Mo'ng'ul qabilalarini birlashtirib, boshqa zaminlarni ishg'ol qilishdan yuzlangan kunlarning birida, ming atrofida askarni boshlab, Xitoy zaminlari tarafga qarab kelayotganda, saf oldida ketayotgan charlash atriti atchab turib kelib, 10 ming kishilik bir Xitoy qo'shini Chingizxon qo'shinlarini yo'qotish uchun Mo'ng'ul zaminiga qarab kelayotganligini xabar qildi. Bu xabarni anglagan Chingizxonning yordamchi qo'mondonlari huduqib qoladi. Askarlar orasida tashvish boshlanadi. Qo'mondonlardan birisi Chingizxonga shundoq deydi: "Bizning qo'shinimiz oz, darhol chekinib, qaytib sepilishida dushmandan mudofaaga tayyorlik qilaylik." Yana bir qo'mondon chekinayli, ammo dushmanni mashg'ul qilib turish uchun bir guruh askarni qoldirayli. Bunda qilsak, oz chiqim bilan qo'shinimizni salomat yurtimizga elib ketalaymiz deydi. At ustidagi Chingizxon jimjit holda xiyol surib turdi. Yordamchilaridan birisi shundoq deb so'raydi: "Siz qanday o'ylayapsiz?" Chingizxon sharq tarafga ko'z tikkan holda shundoq javob berdi: 10 ming Xitoy askarining jasadini qandoq ko'mib bo'lamiz deb o'ylayapman. Jasadlarni ko'mmasak, vabo tarqalib ketadi. Chingizxonning bu so'zlari askar va qo'mondonlarning tashvishini jasoratga, dushmandan chekinishdan iborat tushkun ro'yini, dushmanni qo'g'lashdan iborat g'olib ruhga aylantirgan. Chingizxon 1000 kishilik qo'shini bilan 10 ming kishilik Xitoy qo'shinini yengan. Bu tunji jang bilan tarixda yengilmas Chingizxon nomini elishda va Mo'ng'ullarning saltanatlik tarixini yaratishda hal qilg'uchi rol o'ynagan. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.